O'g'lim, qizim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'g'lim, ayaz aytganini qiling balam. Qizim, siz ham Intizorxon, Akobirxon, aqlli bo'linglar, farosatli bo'linglar, iymonli bo'linglar. Ayangni baqirtirmanglar. Ukachangga zarar. Men baribir ham sizlarni ko'rib turaman, mana ishxonada turgan bo'lsam ham. Bemalol hozir seni ham qarab turganingni ko'rib turibman, Intizor qizim. Akobirxon seni ham ko'rib turibman. Shuning uchun aql bo'linglar, intizomli bo'linglar. Qancha aql bo'lsanglar, bilimli, ilmli bo'lsanglar, kelajakda sizlarni buyuk yutuqlar kutadi. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar, xo'pmi bolalarim? Doim sog' salomat bo'linglar, boshimizga ayangni, mana bobolaring, to'tangni boshlariga sog'-omon bo'lib yuringlar. Aqlli bo'linglar. Meni tinglaganlaringiz uchun, eshitganlaringiz uchun rahmat. Men sizlarni ko'rib turibman va sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar o'g'lim, qizim. Agar aytganini qilmasanglar, yana shunday videoga chiqib qolaman televizorga, shunaqa video bilan. Xafa qilmanglar, xo'p dadam.